Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasini yanada rivojlantirish, uni zamonaviy talablar asosida takomillashtirish hamda sohaga investitsiya va xususiy sektorni keng jalb etishga qaratilgan muhim huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xususan, jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni hamda sport sohasini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va sohaga tadbirkorlik subyektlarini jalb qilishni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror imzolandi. Mazkur hujjatlar soha rivojida yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda. O'zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonuni mamlakatimizda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, aholini ommaviy sportga jalb etish hamda yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur qonun jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish, sport infratuzilmasini mustahkamlash, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda sportchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Shuningdek, qonun orqali davlat organlari, ta'lim muassasalari va sport tashkilotlarining bu boradagi vazifa va mas'uliyatlari ham aniq belgilab berilgan. Ayniqsa yosh avlodni sportga keng jalb etish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish hamda iqtidorli sportchilarni saralab olishga alohida e'tibor qaratilgani ahamiyatlidir. Bu esa kelajakda xalqaro musobaqalarda yurtimiz sharafini munosib himoya qiladigan chempionlar yetishib chiqishiga xizmat qiladi. Ustuvor vazifalarni hal qiladigan qonun bo'lib o'z vaqtida qabul qilindi. Juda ko'plab o'zgarishlar, imkoniyatlar, sportni moliyalashtirish, yangi sport turlarini qabul qilish, xalqaro reglament darajasida bugun sport federatsiyalarini qo'llab-quvvatlash, undan keyin olimpiya, paralimpiya sportlari bo'yicha ham ancha qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilgan. Hammasi bu sportni yanada takomillashtirish, sportchilar tayyorgarligini dunyo standartlariga mos ravishda olib chiqish, federatsiyalarni dunyo federatsiyalari oldida teng huquqligini ta'minlash imkoniyatlari yaratib berildi. O'zbekistonda ommaviy sportni rivojlantirishga, talabalar sportini rivojlantirishga juda katta ahamiyat berilyapti. Shu jumladan bugun sportda raqamlashtirish, bu ham yangi yo'nalish, yangi texnologiyalar, albatta butun respublikadagi sport maktablari shug'ullanuvchilarini to'liq 100% raqamlashtirishga olindi. Bu nima beradi? Albatta bizlar aniq faktlarga, raqamlarga asoslangan statistika, undan keyin buning ichidan iqtidorli sportchilarni saralab olish, ularni sport natijalari dinamikasini to'g'ridan to'g'ri raqamlashtirilgan holda ko'rib borish, albatta bu juda katta yengillik beradi Respublika sport federatsiyalariga. Tayyor statistika, tayyor ma'lumotlar, tayyor natijalar juda katta yengillik Respublika sport federatsiyalariga. So'nggi yillarda yurtimizda sport inshootlarining barpo etilishi, sport maktablari va ixtisoslashtirilgan markazlarning faoliyati kengayib borayotgani ham mazkur qonunning hayotga samarali tatbiq etilayotganidan dalolat beradi. Natijada aholining turli qatlamlari, ayniqsa yoshlar o'rtasida jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga qiziqish tobora ortib bormoqda. Uznав о новом законе, мы были очень рады. Yangi qonun bilan tanishib, biz o'zbekistonlik sportchilar juda xursand bo'ldik. Barchamiz uchun yanada yangi imkoniyatlar, natijalar va g'alabalar uchun yo'l ochilyapti. Xususiy sektor sport sohasiga kirib kelmoqda. Bu imkoniyatlar ko'lamini yanada kengaytirib, xorijlik mutaxassislarni ko'proq jarayonga jalb qilish, xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlarini uyushtirish, musobaqalarni tashkil etish va bu orqali katta tajriba oshirishga imkoniyatlarni vujudga keltirmoqda. Har bir bolakay hozirda sport bilan shug'ullanishga qiziqyapti. Bu aholini sog'lom turmush tarziga yanada jalb qilish imkonini beradi. Hujjatda antidoping bo'yicha ham bir qator vazifa va topshiriqlar berilgan. Bu biz sportchilar uchun muhim mavzu. Hammamiz ma'lum bir qoidalarga amal qilishimiz kerak. Halol sport targ'iboti yo'lida o'rnak bo'lishimiz zarur. Bu yo'lda o'zbekistonlik barcha atletlar birdam, hamnafas bo'lib harakat qiladi degan fikrdaman. Chunki yildan yilga, kundan kunga biz hukumatimizning yuksak e'tibori va g'amxo'rligi tufayli yanada kuchli, chidamli, tezkor va ruhan barqaror bo'lib boryapmiz. Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonun mamlakatimizda sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, sportni ommalashtirish hamda xalqaro maydonlarda yuqori natijalarga erishish yo'lida muhim huquqiy poydevor vazifasini bajarmoqda.